Rossiyada yashayotgan o'zbek musofir kelindan assalomu alaykum. Qizlarjonlar, hozir sizlar bilan Valbersdan zakaz kelgan, shuni olib chiqib birga obzor qilamiz. Meni yaqindan kuzatayotganlar bilasizlar, Rossiyada men salonda kiprik yekadigan master bo'lib ishladim. Hozir bo'lsa Instagramda faoliyatim olib boraman deb salondan ketdim, lekin 2 yildan beri klientlarim bor edi. Ularning ba'zilari boshqa masterga o'tishni istashmadi va ularni rad qila olmadim. Shu sabab shunaqa sodiq mijozlarimni uyda qabul qilaman, lekin asosiy ishim Instagram hozircha birinchi o'rinda bo'ladi. Kecha kushetkam kelgan, storiesda ko'rsatdim. Bu lampa bo'lsa bugun keldi. Bir amallab terib o'xshatdim. Buni narxi 4470 rubl ekan. Ko'rib turganingizdek uyda sharoitchani qildik, alhamdulillah. Bugun ikkita mijoz bo'ldi. Birinchi mijoz 3D kiprik plus qosh terdik, narxi 3900 rubl bo'ldi. Ikkinchi klient 2D kiprik, buni ham qoshini terdim. Buni narxi 3300 rubl bo'ldi. Shu bilan uyda boshlagan ishim tugadi. Umumiy hisobda 4 soat ishladik. Agar sizga ham meni soham qiziq bo'lsa, lichkamga yozing, jon deb o'rgataman. Rossiyada uyda ham biznes yoki ishlash qiziq bo'lsa, obuna bo'lib kuzatinglar. Sizlar uchun qo'limdan kelgancha foydali videolar qo'yib boraman. Video yoqqan bo'lsa like bosib, musofir opa-singillaringizga yuborib qo'yishni unutmanglar.